Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, hurmatli tadbirkor olami muxlislari, hurmatli qulpna ishqibozlari. Aziz yurtdoshlar, Angren shahridamiz, Toshkent viloyati, To'rabek akamiz xonadonlarida. Xullas akalar, mana shunaqa ishlar bo'lyapti hozirgi kunda. Yer tayyorlash ishlari boshlangan. Akamiz bu yil ham xudo xolasa xalqimizga yaxshi sifatli ko'chat yetishkirish maqsadida mana shu jarayonlarni boshlagan. Hozir bu joyimiz taxminan 4 sotix chiqadimi, To'rabek aka? 6,5 sotix, ha? O'tgan yili 15 sotix joyga mana shunaqa matishni ko'chatlar tayyorlash ni maqsad qilib shu ishlarni bajargan edik. Endi bu yil xudo xolasa ozgina sozgina qilish maqsadida mana kichikroq joyga sifatli ko'chat yetkazib beraylik degan maqsadda mana oralarni ham keng qilib bemalol ichida erkin yurgan holatda ko'chat olish maqsad qilingan akalar. Koreyskiy sulxiyan navli qulpnaylarimiz yetishtiriladi ushbu joyda xudo xolasa. Endi bu jarayonlarni hozir To'rabek akamiz ham nima deydi? Akajon o'sha oldinroq nima deydi? Mana shu ishlarni oxirigacha yetkazib olaylik xudo xolasa. Batafsil ma'lumot beramiz deganliklar uchun hozir qisqacha ma'lumot berib ketyapmiz. Xo'p. 1 metrdan oshqa orasi. Jo'yak bor. 1.60 mi? 1.70. Jo'yak o'zichi? 70. Shunda 240 bo'lyapti. Mana bu joydan mana bu joygacha, mana shu qismgacha 240 akalar. Jo'yakda o'zi 70 ekan. Oraliq masofa 1.60. Endi ko'chat bemalol ichida erkin yurgan holatda ko'chatlarimizni mana shu yashiklar mana shu nimaga ariqlarimizga taxlanadi. Xudo xolasa endi jarayonlarni yana birgalikda kuzatib boramiz akalar. Hozir nima deydi? Kapilni shlanglar tortirish jarayoni bo'lyapti. Sug'orish tizimlari. Ko'chatlarimiz bugun kelibdi, To'rabek aka bugun keldi. Xudo xolasa ekilgandan keyin batafsil ma'lumot beramiz akalar. Hali hozir endi boshlamoqchi bo'lgan akalar, mana shunaqa ko'chat yetishtirmoqchi bo'lgan akalarga qisqacha ma'lumot berib ketyapmiz. 18-mart sanasi. 2025-yil. Mana bu material bu salafan emas akalar, bu nima deydi? Agrospam deyiladi, o'sha suv o'tkazish. Havo, suv, umuman nima deydi, ko'chatlarimizga umuman ziyoni yo'q. Buni vazifasi ko'chatlarimizni tomiri yerga o'tib ketmasligini oldini oladi. Keyin yovvoyi o'tlardan himoya qiladi akalar. Har tomonlama ishimizga yengillik bo'ladi. So'ragan akalarga. Bu joylar kuz faslida kovlanib qo'yilgan edi. Hozirgi jarayonga kelib, o'sha yerimiz holati zo'r. Ana yumshoq tuproqlari o'sha ekishga tayyorda. Balandligi 35 sm. Har bir jo'yagimizning balandligi 35 40 sm ga bormaydi, 30-35 sm orasida mana hozir qarshilab ham ko'rsatib beramiz so'ragan akalarga. Tak, mana bir ikki qarich ekanda mana bunaqa uzunasiga. Balandligi 30 sm kamida. Koreyskiy sulxiyan navli qulpnay ko'chatlari ekiladi, sifatli. Xo'p, ba'zi yurtdoshlar bu tomonda nima deydi? Hozir stelajda qulpnaylarimiz yetishtirib kelinyapti. O'sha hamma tomonlari ochilib tashlangan. Mana qulpnaylarimiz holati, mashalloh. Hozir ichkarilariga ham bir ko'rib ko'rsatamiz akalar. Ichkariga kirdik. Mana qulpnaylarimiz hozir mana stelajda qay tarzda mana yetishtirib kelinyapti akalar. Qulpnaylarimiz holati. Har doim aytamiz, kirganingizda birdaniga mana shu qulpnaylarimiz ifori taraladi. Juda xushbo'y. Kirsangiz mazza qilasiz. Miyangiz dam oladi. Asalari uchib yuribdi har joyda mana. Bular changlatish jarayoni asosan mana shu asalarilar qanaqa asallar? Ko'pchilik obunachilar so'rashadi, mahalliy asalarilar bilan ishlov berilyapti, changlatish jarayonlari bo'lyapti akalar.
Ko'pchilik yurtdoshlarimiz so'rashadi, qanaqa yo'l, qaysi yo'llarni changlatilyapti. Akamiz mahalliy asalarilarni, o'zimizni jaydar asalarilarni olib kelib qo'ygan. Bitta issiqxonamizga 3 ta, 4 ta yashik qo'yilgan akalar. Ikki qavat qilib Xudo xolasa endi bu yog'iga ishlar yengillashib boraveradi. Bu yog'iga уже havo harorati ham o'zi tabiatda o'zi ham ancha yordam qiladi akalar. Oldinlari ko'mir yoqilib, issiqxonamiz isilardi. Endi hozirgi kunda graduslarimiz ancha ko'tarilib qoldi. Pastki qismi endi xudo xolasa yaqin orada mevaga kirib qoladi. Bu tomonda nima deydi, forchkalar hamma tomondan ochilgan. Ikki tomon, mana bu tomoni, keyin mana bu tomonimiz ochib tashlangan. Maşallah. Xuddi mana shu issiqxonamizning ikkita bor. Ikkita issiqxonamiz bor akalar. Xudo xolasa batafsil ma'lumotlarni hali yana akamiz bilan birgalikda berib yetkazamiz. Aziz yurtdoshlar, mana bu to'g'ridagi qutnaylarimiz umuman boshqacha yetishtirilyapti. Qarang. Barglari ham umuman boshqacha. Lekin hammasi bir xil nav. Albatta bular haqida ham ma'lumot beramiz akalar. Mazza shunday ifori shunaqa taraladi. Mazza qilasiz chekirsangiz. Aziz yurtdoshlar, havas qilganlar, hammamizning xonadonlarimizda mana shunday issiqxonalar qurish nasib qilsin. Bugundan xudo xolasa mana shu issiqxona qurish jarayonlari, teplitsa qurish jarayonlari, mana shu ekish jarayonlari, ko'chatlar masalasida hozirgi kunda matishni ko'chat ekmoqchi bo'lgan akalarga mana matishni ko'chat ekish jarayonlari boshlandi xudo xolasa. Shular haqida ham ma'lumotlar berib boramiz. Xudo xolasa mana shu kanalimizga obuna bo'lib qo'ysangiz, tadbirkor odam kanalimizga obuna bo'lib qo'ysangiz, biz sizga mana shu jarayonlarni xudo xolasa qo'ldan kelgancha ma'lumot berib boramiz akalar. Agronom akalarimizdan suhbatlarini olib yetkazishga harakat qilamiz. Qanday savollar bo'ladigan bo'lsa, aziz yurtdoshlar, kommentariyada yozib qoldirsangiz, inshaalloh kelgusi videolarimizda sizlarga ma'lumotlar berib boramiz. Bu yog'iga endi bahor boshlandi. Demak, уже jarayonlar, уже bizni ishlarimiz yana nima deydi, rivojlanish boshladi, qimillashni boshladi. Imkon qadar barcha ma'lumotlar sizlarga yetkazib boramiz akalar. Issiqxona qurmoqchi bo'lgan akalar, уже ko'chat hozirgi kunda mana yetishtirish jarayonlari boshlanyapti. Sentyabr oylarida sotuvga chiqadi inshaalloh. Sentyabr oylarida уже mana shu stellajga ekmoqchi bo'lgan akalar ekish jarayonlarini boshlab, o'sha davrgacha issiqxonalarimiz qurib bitkazilgan tayyor holatda bo'lishi kerak. Qanday ma'lumotlar bo'ladigan bo'lsa, mana shu To'rabek akamiz o'zlariga murojaat qilsangiz, beminat ma'lumotlarni berib boradi akalar. Mana shu video ostida akalarimiz nomerlarini qoldiramiz. Aziz yurtdoshlar, bugunga yetkazmoqchi bo'lgan ma'lumotlarim shu edi. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.